Assalomu alaykum. Men Hasan Dardbek. Bugun sizlarga bot yaratish darsini ko'rsataman. Unda bo'lsa boshlaymiz. Birinchi bo'lib botfezerga o'tib olamiz. Botfezerga kirib start tugmasini bosamiz. Mana botfezerning linki botfezer. Rasmiy kalichkasi borini tanlaysiz. Start mana. Negadir xabar kelmayapti. Internet yaxshi ishlamayapti. Hozir to'g'rilaman. Mana bizga jo'natdi va biz bundan new botni tanlab olamiz. New bot. Eng birinchida turadi. Jo'natamiz. Mana 20 ta botdan ko'p yarata olmaysiz. Birortasini o'chiring yoki boshqa insonga adminlikni o'tkazing deyapti. My botsni bosamiz va keraksizini o'chirib tashlaymiz. IT-com bot kerak emas, mayli. Delete bot. Yes, delete the bot. Yes, I am sure. This was roziman bosamiz. Mana o'chib ketdi va bu yerdan yana new botni bosamiz. Mana nomini kiriting deyapti. Endi biz nom yozamiz botimizga. Masalan, Davlatbek developer. Davlatbek developer deymiz. Mana yaxshi. Endi unga username kiritishimiz kerak. Mana username deganda mana bot username oxiri pastki chiziqcha bot, mana pastki chiziq bot yoki oddiy bot bilan tugashi kerak. Bunday bo'lsa yozamiz Davlatbek bot. Davlatbek bot. Bordim bor ekan. Davlatbek bot. Bu ham oldin bo'lgan ekan. Davlatbek dev bot. Mana bizga IP token beradi. Nusxalab, ya'ni botga kod yozib yoki kod yozmasdan bot yaratishimiz mumkin. Biz endi bu yerdan my botsni bosamiz. Mana botlarimiz birinchi bo'lib botga kirib olsak, mana Davlatbek dev bot. Davlatbek developer ko'rib turganingizdek, faqat bunga nom bor va username bor. Boshqa hech nima yo'q. Biz unga start bosamiz va unga yangi narsalarni qo'shib ketamiz. Start bosganda ham hech nima kelmadi. Bizning uchun Davlatbek dev botga bosamiz va bu yerdan edit botni bosib, edit name nomini o'zgartirish bor. Edit about. Mana buni bu yerda ko'rsatib turadigan joyi about. Aboutni o'zgartirish. Keling bunga aboutga yozaman matn. Shuni yuboraman. Uni orqaga qaytamiz va yana edit botni bosamiz mana. Endi bor about. Keyingisi description picture. Birinchi edit description'ni belgilaymiz va bu yerda izoh bu mana bu sizga sal qiynalaman. Inglizcha bilmaganim uchun mana joyi izoh berilgan va biz shu joyni to'ldirishimiz kerak. Buni ham yozib olamiz. Mana yozib oldim. Endi bu yerga o'zimning username'imni qo'ya olaman. Davlat x01 va Davlatbek dev admin deymiz. Mana orqaga qaytamiz. Edit botni bosamiz. Mana endi unga oid rasm kerak. Rasm qo'yishimiz kerak.
Uzoq rasm bosamiz. Mana rasmni jo'nataman. Buni nusxalab generator mana bu zo'rishlarda hozir uncha ishlamay qolgan, shuning uchun uchinchisi ham yaxshi ishlaydi. Uchinchisidan foydalanamiz biz. Bu rasmni kompyuterga saqlab olish kerak. Biz.jpg bu saqlandi. Kutib turamiz, sayt ochildi. Sayt hali ham ochilmadi, kutib turamiz. Mana biz bu yerda image converterni bosamiz. Bu yerda select imagesni bosamiz va bu yerdan rasmimizni tanlab olamiz. is.jpg saqlangan edi. Resize qilamiz. 640 ga 360 mini piksel downloadni bosamiz. Bu yerga is.o deb saqlanib qilamiz. Bu yerda buni bosib is.o mana jo'natamiz. Endi mos tushishi kerak. Bu bizga kerak emas degan umiddaman. Yo'q, bizga kerak. Hali botkeep kerak. Men esa botkeep uchun ajoyib rasm topib qo'ydim. Yana shu. Mana biz aloqa bot qilganligimiz uchun mana shu bot menga yoqdi. Rasm copy image qildim. Mana ishlayapti. Now back to bot ga o'tamiz. Endi kerak emas. Edit bot. Bu yerdan edit botkeep pick. Mana bot picturesni o'zgartiramiz endi. Chiroyliroq chiqadi degan umiddaman. Mana back to botni bosamiz. Edit bot. Edit commands. Xuddi shu narsani nusxalab olaman. Botni o'chirish. Botni ishga tushirish. Endi bu yerga yozamiz. Start. Mana edit botni bosamiz va bu yerdan maxfiylik siyosatini o'zgartiramiz. Edit privacy policy. Bu standart turgani ma'qul. Lekin men sizlarga o'zgartirishni ham o'rgatyapman. Mana bunga ko'pincha teginilmaydi. Mana jo'natib qo'ydim. Endi botga o'tsak, ko'rishingiz mumkin. Botga rasm yuklanadi. Mana rasm yuklandi. Sekin-sekinlik bilan bo'lyapti bari. Mana bot nima qila oladi? Mana Dalatbek dev bo'lib qolibdi va username belgisi yo'q. Assalomu alaykum. Mana adminlarda turibdi. Barcha narsa saqlandi va bu yerdan bot privacy policy'ni bossak, mana kanalga o'tkazadi. Kanalga masalan shikoyat bo'lsa yozishi mumkin bot. Bugungi dars shundan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi darslarga botni aloqa botga aylantirishlarini ko'rib chiqamiz.